firmaga bizga Erolik kartoni katoniga keldik. Chaqirishgan F37 bo'lib qo'yapti deyishdi. Yana 01 ga tushib qoldi. Kelib tekshirganimizda dajiganda mana bu yerda. Katon ichida olov yonmayapti. Bu iskra o'zini momentda garelkada yonishi kerak, gaz yonishi uchun. Hozir biz uni zamena qilib beramiz. F37 ni ham yo'qotganmiz. Orada mana F01 ham bo'lib qolyapti. Hop, ana yangisini almashtirib oldik, yangisiga. Hozir ishlashni o'rasizlar. Ventilatorimiz ishlashda, distansiya ishladi. Mana zaryadni boshqa qilish kerak. Olov o'shanda bitta shunaqa yonadi. Tajriba bilan suv ishlayapti. Kimga shunaqa garantiyali xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib olasiz, sifati bilan, garantiyasi bilan cho'tki qilib beramiz. Hammasi.